سبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah yozgan Al-Qawaidul Asasiyya fi Ulumil Qur'an degan Qur'on bilimlari haqida yozilgan asosiy qoidalar. Buamiz qoida. Bu kitob qoida. Qoida degan gap, ya'ni nur bo'lgan bilimlarga sag'ir bo'ladigan, Qur'on Karimning har sohadagi bilimlarga ishlatkili bo'ladigan asosiy qoida degan gap. Ya'ni yodlash kerak bo'lgan kitoblar, muhim bo'lgan. Bu shu kitobniki biz Qur'oni Karimniki tilovat qilishning odoblari degan bob kelib to'xtaldi. Shu yerdan boshlaymiz hamda. Biz musannifning va yukrahu ittihadul Qur'ani ma'ishatan yatakassabu biha degan to'xtaldik. Ya'ni Qur'oni Karimni pul topadigan hunarga, kasbga aylantirib olish makruh bo'ladi. Qur'oni Karimni pul topadigan hunar kasbga, vositaga, turmushini qamdaydigan vositaga aylantirib olish makruh bo'ladi. Ya'ni bir odam Qur'on o'qib bir odamga, "Menga sizga Qur'onni bir tamom o'qib beraman, menga $100 berasiz. Men sizga ota-onangiz haqida Qur'onni bir tamom o'qib qo'yaman, siz menga ya $100, $200 berasiz." Yoki shuna o'xshagan pul deyishdiganga vosita qilib olish harom. Yani makruh debdi, belki haram bo'ladi. Ajoyib eg'ir buning jinoyati. Lekin bir odam Qur'on o'qib bersa, yo ota-onasi haqida duo qilib bersa, u odam o'z xalab hadiya qilsa, o'zi xalab. Ya'ni ittifoq yo'q, avval qilingan bir ittifoq yo'q. Ammo u o'zi xalab berdi. Mafi mushkil. Ammo siz majbur berasiz deb bunda deyishib, bunda o'qib beraman deyish ma'lum makruh deydi. Ama endi bir hadis bor, yana bir hadis bor. O hadis bo'lsa, Payg'ambar alayhisolamning sahobalari bir yerga bordi, bir yerga borib, u yerda bir kentining, bir mahallaning oqsoqoli, sayyidisi uni chayon chiqib olgan edi. Yilon chiqib olib, yilon yoki chayon bir narsa chiqib olib, zaharlanib yotgan edi. Uning bir dora paydo qilmay. Shuni sahobalar u yerga borgandan keyin u odamlarni tomoq talab qilib edi, bermadi. Onun kendinden bu adamlar sizlerin ayağınlarda bir dua qilib qo'yadigan, kasalga dua qilib qo'yadigan adam bormi dedi. Sahobalar bor dedi. Bor degandan keyin amisi bizning uyda boshliqimizni chayon chiqib olgan edi degan edi. Amisi sizlar manda qo'yni bizga birsizlar, biz sizlarga dua qilib qo'yamiz dedi. Maqoda bu ittifoq qilishdi. Mumkin bir ular chayon chiqib olgan odamga sura Fatihani o'qib bir degan edi. Sahobalar u saqib ketdi, namoz saqib ketdi. Shuning bilan bu qo'yni bular oldi. Bir top qo'y hamda. Bir qo'y emas, bir top qo'y. Elib manganda sahobalarning ba'zisi yo'q, bu harom, buni yig'inga olmaydi dedi. Ba'zilari bo'ladi deb shunda deyishib, bular toki bu qo'yni Rasulullohning olib bordi. Rasulullohning olib borganda Rasululloh, "Ha, menga olib qo'yinglar, sizlar Sura Fatihaning duo ekanligini qanday bildinglar? Ruqiya ekanligini qanday bildinglar? Menga olib qo'yinglar bu qo'ydan" dedi Payg'ambar alayhisalom. Bunda bir dalil ham bor. Endi ulamalar yana bir hadisda Peygamber Aleyhisselam her qanday adam bir adam Kur'an o'qitib qo'yib, buni Kur'an o'qitib qo'yib, undan bir o'qiyaga, ya'ni nijoq o'qatadigan nijoqqa chaqiliq bir narsa olsa, buning bo'yniga bu o't bo'lib kiygiziladi, o'tdan yumbuqlab kiygiziladi qiyomat kunida. O't olgan bo'ladi. Demak, bu hadisda hammasi bizga nima ko'rsatadi? Desa, bu yerdan bir adam ilim o'qitib qo'yib pul olsa bo'lmaydi. Ilim o'qitib qo'yib pul olish harom. Mana hukmiyatini chiqadi. Endi Qur'oni Karimni pul topadigan vosita qilib olsayni bo'lmaydi. Ashabining qilgani uchoqda nima edi ular? Och edi. Yigil tomoq yo'q edi. Ular tomoq bermay shunga ittifoq qilishdi. Ehtiyoj edi. Aqanda xafalık qilgan chaqda ad-darurat tubihu al-mahzurat. Zururatlar cheklangan ishlarni mubahlikqa aylantirdi, vaqtliq. Toki shu zururat bitib ketib qo'yguncha, abadga emas. Mabobdan hamda bularni qilgani bilgan.
Yine bir gap hayatı bir hakikaten bulup kalsın meylinde. İhtiyaç düşkende bir hakikaten. Ama miyada azdı ve devatkını İttikadul Kur'an me'işeten yetekessebu biha. Toylaştırıp bunu, internetlaştırıp ma futulaş, ma futulit ya. Miya anda dep yani bu şirkette beni okuyup maksus yulup alar şonkar şirketi dep maksus alıdığanga, pul alıdığanga şirket mındaqış bulmaydı. Bir hakikaten bulup kalsın meylinde hukuk lekin yemişe maksus aldığını alar diyecek pul diyişkanға vinayga aylandırıvasa, ticaretga aylandırıvasa bu çağda ve la teşteru bi ayatillahi semenen qalila degan navatiga kelib qoladi. Xo'sh. Hamda ve ahrajal Ajuri İmam Ajuri İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu'nun hadisidan chiqirib marfu' tarizda marfu' deganni bildinglar. Ya'ni Rasululloh ulab degan gap. Men qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi. Kimki Qur'oni Karimni o'qisa, bu Qur'oni Karimning qiraati bilan Allohdan so'rasin. Ya'ni Qur'oni Karimni o'qigani bilan Allohdan tilasin bir narsani. Nimishqa deganda bu gapni nimishqa dedi desa fa innahu chunki sayati qaumun yaqraunal Qur'ana yas'aluna an-nasa bihi. Chunki pat arda bir toifa odamlar keladi, bir xil odamlar keladi. Ular Qur'onni o'qiydi. Qur'onni o'qib o'qigan Qur'oni bilan kishilardan so'raydi. Qur'onni o'qib ma'qul bilan, ma'binasi bilan men o'qiganda shuni so'raydi deb. Endi Mushahidistonning hammasini yig'ib aytsak ikki xil hukm chiqadi. O'qigan odamlar birga bir tijoratni o'rganish kerak. O'qish bilan birga bir xil hunar kasbini o'rganish kerak. Hatto Imom Azam Abu Hanifaning dukuni bor edi. Imom Azam tijoratchi edi. Rax dukuni bor edi. Allomu Quduri qozon sotadi, qozon. Qidir. Har bir nimaning bir tijorati bor edi. Asli qoida bo'yicha davlat ahli ilmlarga ega bo'lish kerak. Maaş to'xtatish kerak. Qonunli. Ularni ahvolini xabar edish kerak. Agar unda bo'lmagan sharoit ostida ahli ilm cho'qim bir hunar pul topadigan bir kasbni bilan qilish kerak. Shuning bilan birga o'qishni ham birga davomlashtirish kerak. O'qish va o'qitishni. Bunda pul topadiganlik butunlay pul topib tashlab o'qishni qiladiganlik emas. Ikkisini birga qilish kerak. Nima uchun? Shunday mahsulotlarga shariat chekligiga ishlash qolmaslik uchun. Tamaqo bilan qolmaslik uchun, tamaqo bilan bizlar tamaqo. Yani baylarni oldiga ketib $100 beramiz deb baylarni tuzib qaraydigan tamaqo bo'lib qolmaslik uchun, bandiga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun davomli qo'ydigan bir duo qilsa, Allohumma kfina bi halalika an haramik va aghnina bi fadlika amman siwak degan duoni o'qish kerak. Davomli. Ya Alloh, menga haloldan rizq berish orqali haromdan saqlab qolsang, meni mahluqdan muhtoj qilsang, mahluqdan behojat qilsang degan bo'ladi. Xo'sh. أمن إشكال موضوع ويكره أن يقول نسيت آية كذا يعني آية كذا من mundaq ayetni unutib qoldim deyish makruh bo'ladi. Balki buni nima deyish kerak? Unsituha yoki nusituha. Unsitu ayata kaza deyish kerak. Men mundaq ayetni unuttirdim, unutg'izildirdim. Ya'ni unuttirdim degan gap. Alloh taolo menga bu oyatni esimdan chiqarib qo'ydi deyish kerak. Ya'ni unutib qoldim, men unutib qoldim deyish makruh. Li hadisi sahihayn nimishqa sahihaynda Payg'ambar alayhisalom mushaqda alohida cheklama so'zlab bir hadis so'zlagan. Payg'ambar alayhisalom deganki, sizlarning biringlarning men bu oyatni unutib qolgan, falon oyatni unutib qoldim deyish nima degan yomon, nima degan be'isamadim. Nima degan yomon gap? Balki demakchi bo'lsin nima desin? Nusitu yoki unsitu desin degan. Shu oyatda tarjima nima? Unutib qoldim deyishdi ma yomon, unutdirdim deyish kerak. Endi mushu hadisning ma'nosidan Musallib ibn Davud va nisyanuhu kabira. Qur'oni Karimni unutib qilish, ya'ni unutib qilish tarjima etmaydi, unutib qilish kabiratun. Ma'nosiga ham unutib qilish deb to'g'ri bo'ladi endi. Unutib qilish demay, unutib qilish deb to'g'ri bo'ladi. Farqi nima? Diqqat qiling. Qur'oni Karimni unutib qilish cho'ng gunoh. Unutib qilish desa bu cho'ng gunoh bo'lmaydi. Qanday? Nima farq bor desanglar, unutib qilish buni ixtiyor bilan bo'ladi. Unutib qilish buni ixtiyor bilan buniki Qur'oni Karimni takrorini nima tark etishi tashlab qo'yish bilan bo'ladi. Unutib qilish-ku bir odam takror qilib turadi, lekin buniki asl tutish qobiliyati tuvan. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Asl tutish qobiliyati tuvan, shuning bilan unutib qoladi.
Tekrarlap dururdu ama tekrar taşımaydı lekin unutulup kalırdı. Bunun hükmü demez. Lekin bir adam Kur'an'ı yatlap tekrarına taşlavasa, Kur'an-ı Kerim'i katı taşlavasa şu çağda nisyanı terk. Nisyanı terk ne ki yani katardın. Yani nisyanı terk deyen gap taşlı ötüp unutulup kalış. Babı kırıldı. Nisyan çıkıp buldu bizge. Biri isidin çıkıp kalış. Yine bir çoğu terk ettiş, taşlı ötüş. İkincisi Arapçada nisyan dep yatırdı. Her ikincisi Arapçada nisyan diyen ibaretini yatırdı. Mesela şu ayakta nimede Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet var. Ve kezalike atetke ayati fenesitaha ayatuna fenesitaha ve kezalike yevme tunsa diyen ayet. Sana bunun ayetim kelgen edi, fenesita sen onu unutup kalgan edin. Şu diyen bu sen unutulup kalacaksın diyen gap. Yani sana bunun ayetim kelgen edi, fetterektaha. Sen terk ettin sen. Terk ettin. Xuddi shuningdek bugun sen buni tutarak terk etilsen. Xuddi unutib qolgandek. Ya'ni unutib qolgan odam nima aloqasi unutib qolishdan terk etishdan unutib qolgan odam nima ish qiladi? Bir narsani tashlab qo'ydi. Unutib qolgan odam bir odam masalan talatni bir yerga hozir eng muhim narsa telefon bo'lib qoldi hozir telefon. Eng muhim narsa. Bir yerga mansanglar telefonni unutib qolsanglar nima bo'ladi? Telefon uyda qoladi. Ha, tashlanib qoldi. Xuddi shuningdek. Ya'ni Kur'an-ı Kerim'de taşlap koyganlık ne deb atadi? Unutib qolganlik deb atashning sababi shu. Taşlap qo'yib unutulib qolish. Yani lazım melzumluk nimasi bor. Taşlab o'tib unutulib qolish bilan, yani takrar qilib turib, yana takrar qilib tushma aqli tutish qobiliyati tuvanlik sababi bilan unutulib qolishning farqi bor, asmazman farqi bor. Ikkisining hukmi bilak-bilak. Tushundingizmi? Agar biz bunda ayırmasak bu meseleni bunda ayırmasak, nima bo'ladi desanglar, Qur'on yodlaydigan odamlar qolmaydi. Yani agar Qur'on yodlasa bir odam Kur'an yodlab bo'lgandan keyin shu qobiliyati tuvanlik sababi bilan unutulib qolsa, bu odam eng cho'ng gunohga qilgan bo'lsa, bir odam Qur'on yodlamagan bo'lsa, Qur'on yodlamay u xafalikdan o'lsa bo'ladi bu chog'da. O'ylab qolganlar bo'ladigan bu o'zi. Bir odam Qur'on yodlamadi. Buning gunohga kabir bo'lmadi. Bir odam Qur'onni yodlab turib, gunohga kabirga erishdi. Bu ikisi farqi nima? Shuning uchun buni cho'qim ayirish kerak. Buni benim munak tafasil. Ya'ni Qur'on Kerimni yodlab bo'lgandan keyin qasdlik bilan uni tashlab o'rib tushib qo'ydim amay bunda unutib qolgan bo'lsa, bu gunoh kabira o'tkazgan bo'ladi. Hattoki Qur'on Kerimni yodlamay bir odam. Bu vaqtda Qur'on Kerimni yodlamaganga o'xshash. Bir odam Qur'on Kerimni yodlamay, Qur'on Kerimni tilovat qilmasa, Qur'on Kerimni tilovatini tark etsa, o'xshash. Jannatga manganda Fusilat kelganda ikki narsa kelib turadi. Biri silatul rahim, yana biri Qur'on. Silatul rahim dedi ya Rab, ma benden beni üzüp etken dünyada. Sen bunu üzüp etsen dedi, bunu uzak düşün. Kur'an-ı Kerim dedi ya Rab, ma benden beni Kur'an'ı dünyada terk etken. Beni telavat kılmagan, bana beni hükmüge emel kılmagan. Deydi Kur'an-ı Kerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in gepini yirmaydı. Bunu mu uzaklaştırdı? Şöyle ama bu vakta Kur'an-ı Kerim'ni koy yatlap terk etken olsun, koy yatlamay terk etken olsun. Kur'an-ı Kerim'ni taşıvatkan adam, telavatını taşıgan, emel kız taşıgan adamlar hemmisi Fusilat gerginlik denmeydi. Kur'an-ı Kerim bek muhim bizim dasturumuz. Şunun için bu meselede çokum tefasil var. Bir adam Kur'an-ı Kerim'ni yodlab, tekrar qilib unutulup qolgan bo'lsa, Allah Teala bundan sormaydı. Çünkü bunu esas kabiliyeti tüven degan gap. Bir adam Kur'an-ı Kerim'ni yodlab, tekrar qilmay taşınıp o'tib qat'iy qilib olmay tashlab unutib qolgan bo'lsa, gunoh kabira o'tkazgan bo'ladi. Bir adam Kur'an-ı Kerim'ni yodlamabdi. Tekrar mı kılmaydıkken, yatlamaydıkken, Kur'an tilavat mı kılmaydıkken olsa, bu mu Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Okşaş günah. Bir adam bak Kur'an-ı Kerim'i yatlamak dedikken, toktamay Kur'an-ı Kerim'i tilavat okuyduğun olsa, bunun sevabı bu Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerden kadar nezilmaydı. Her günü alimler dedi, her günü 40 ayet, her günü en az da 40 ayet tilavat kılan adam, Kur'an-ı Kerim'i terk etmişlerden nezilmaydı. Adın. Şöyle anlama makaydı böyle bana. Hem de şunu bir yerdeki mamesinde için ve nisyanuhu kebira denildeki Kur'an-ı Kerim'i kasten zoğulen tekrar kılmayı unutup kılış kebira, günah kebiradır. Demiş ki hadisi Ebi Davud'a ve gayri. Ebi Davud ve ondan başka muhaddislerin hadisini getirdin. Ulidat aleyye zunubu ümmeti. Peygamber dedi ki, bana benim ümmetimin günahları doğru kılındı, tanlandı. Felem ara zenben a'zama min suretin minel Kur'an ev ayetin utiyaha raculun thumme nesiyaha. Men bunda
Kur'an'dan bir süreni yoki Kur'an'dan oyatdan bir oyatni bilib bir adam bilib andan keyin uni unutib qolgan odamning gunohidanmi cho'ngroq kattaroq bir gunohni ko'rib boqmadim deydi. Yani nasiha degan gap yani nusiha emas ha. Nasiha deganlik farqli. Shu nusiha bilan nasihaniki. Nasiha bilan unsihaning ma'nosi cho'qim farq bor. Yani qasddan Qur'onni yatlab qilib Alloh taolo bergan Qur'oni Karimni yatlab qilib tashlayotgan. Qo'y tilovatini tashlab tilovatini unutib qolgan bo'lsin. Qo'y amalni tashlayotgan bo'lsin. Qur'oni Karimni amalni bilib bo'lib Müslüman bo'lib Qur'oni Karimni tashlayotgan, yani amal qilish tashlagan, tilovat qilish tashlagan bo'lsin. Ondan unkeni shu sababli unutib qolgan bo'lsin. Yoki esida bor, unutib qolmadi. Lekin Qur'oni Karimga amal qilmadi, tilovat tashlayotgan bo'lsin. O'xshash hukmi. Tushundingmi? Bir odam bor Qur'oni Karimni yodladi bir qatim. Asl tush qobiliyati intayin yuqori kompyuterdek, qattiq yuqori. Bir qatim yodladi, tashlayapti. Unutib qolmaydi esida bor. Buni hukmi nima? O'xshash. Minat tarikin. Tushundingmi? Haqiqatan esida bo'lgan bilan bu shu minan nasinning qatoriga keladi. Bu shuni bilish kerak. Ve yusannu ta'awvudu qabla al-qira'ati. Qira'atdan burun a'udhu billahi mineşşeytanirracim diye sünnet. Qala Teala Allah Teala bunday dedi. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi mineşşeytanirracim. Ay iza aradta qira'atahu. Yani Allah Teala dedi ki sen qachonki Qur'oni Karim o'qimoqchi bo'lsang, Alloh taologa sig'inib, Allah Teala'nın rahmetinden qo'g'langan, rahmetinden yaroq qilingan shaytonning sharridan panohlik talab qilgan degan bo'ldi. Mishadiki asli bizniki mazhabimizda bu nima istiada vojib. Yani al-amru lil vujub, mutlaqul amr nima lil vujub. Miyadiki sunnat degan gapi ba'zida vojibdan bildirdi masalan islohida. Tushunalmi? Buni avzuni baka nima qilishdan aniqi. Avzuni o'qishdan yandırdıgan qarinat salife bo'lmagan ahvolasida buni hukmini turaverdi, vojiblikda turaverdi. Qala an-Nawawi, Imom Nawawi rahimahulloh dediki, vasifatuhul muxtara. Hamda bu ta'avvuz, yani a'uzuniki istiazaning eng tanlangan sifati a'udhu billahi mineşşeytanirracimdir. Bu eng tanlangan sifati, o'lchamlik sifat. Ve kana cemaatun mine's-selef yaziduna as-sami'al alim. Selef alimlerden bir bölük cemaatler, selef degan kim mesela defadim? Yani üç qarın. Peygamber sallam damlagan sahabe, tabi'in, tabi'in. Bu üç qarın ne vatırdı? Üç qarın ne vatırdı? Selef salih de vatırdı. Selef salihlerden bir cemaat Eûzu billahi's-semî'il alim mineşşeytanirracim de bu gitti. Hümeyd ibn Qays'ın rivayet kılındı. Hümeyd ibn Qays Eûzu billahil qadir mineşşeytanil gadir de bu gitti. Mineşşeytanil gadir degan yani qachon Alloh taolo tilga ilinsa nima kechib ketadigan, yani ketadi gadir degan gap ketadigan shaytondan. Degan. Ve an Abi Sammal'dan rivayet kılındaki Eûzu billahil qavi mineşşeytanil gavi. Yani gavi degan yani azg'uruvchi, gap. Yani adashtiruvchi degan gap. Ve bir kavmden başka, yani başka bir kavmden rivayet kılındı ki Eûzu billahil azim mineşşeytanirracim. Bunlar rivayet kılıngan. Ve an ahirin, yani bir kavmden rivayet kılıngan ki Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnnallâhe huves-semî'ul alîm. Bunlar rivayet kılıngan bunda şekilde. Ve fiha elfâdun ukhar. Ve bu Eûzu hakkında yine başka lafziler mükâgen. Kâlel Halavani rahimahullah mıdaqtıgen fi cami'ihi, üzneki camiyesi de Leyse lil istiadeti haddun yuntaha ileyhi. İstiazenin yitip boğulu bulunduğun bir çek çigrası yok. Men şa'a zat ve men şa'a naqas. Halq adam ziyade kıldı, halq adam kem kıldı. Hoş. Emdi ve yuhafid ala kıraatil besmele. Bismillah'ın okuşunu her surunun evvelinde, sure Baraat'tan başka her bir surunun evvelinde Bismillah'ın okuşkanıma ehmiyet versin. Ve yuhafid bolsa ehmiyet verilsin. Ve yuhafiz bolsa ehmiyet versin. Demiş yani bu şunu ehmiyet versin diyen gap, hem bir şey şunda kılsın diyen gap. Davamlı şunda kılışka köngül bölsün diyen gap. Lianne ekserel ulemai ala enneha ayet. Çünkü ulemaların en köp kısmı ne derse Bismillah'nınki Kur'an-ı Kerim'den bir ayet kellikiga ulemaların köp kısmı kelgen. Hatta ki bizning mazhabimizda ham Bismillah öz adığı bir ayet, müstakil bir ayet. Nima uchun nazil bo'lgan? Fasil her bir ayetten sürülen sürün arasını ayırış için fasil için nazil bo'lgan müstakil bir ayet. Anladın? فَاِذَا اَخَلَّ بِهَا كَانَ تَارِكًا لِبَعْدِ الْخَتْمَةِ عِنْدَ الْاَكْسَرِينَ. Eğer bir adam Bismillah'ını okumayla Kur'an-ı Kerim'in arasında Bismillah okumayı okuyup geçse
ko'p sonliq ulamolarning ko'z qarashida buniki Qur'on xatmisi tamom qilgan Qur'onni chala, kam qoladi. Aqalla degan gap, xalal yuz berdi degan gap, ya'ni masala yuz berdi degan gap kam. Ha Bismillahni tark etgan odam xalal yuz tuqsur qilgan bo'ladi. Nimada xatmisi to'liq xatmi qilgan bo'lmaydi. 100% xatmi bo'lmaydi. Fa idza qara'a min asna'i suratin agar suraning orasidan, suraning 5-liqlar orasidan o'qisa, uningga nima bismillah o'qish mustahab. Nassa alayhi Shafi'i. İmam Shafi'i rahimehulloh buni alohida nas keltirgan. Shafi'i mazhabida, ya'ni bismillahni suraning o'ttirib o'qisa, o'qish mustahab. Ammo 5da o'qisa, hamda ma'vo hisob bo'yicha vojib degan Shafi'i mazhabida nima vojib. Anladın. Lekin bizdeki mazhabimizda sunnat. Bizning mazhabimizda a'uzuni o'qish, Qur'onni Karimning 5ni o'qisin, 6ni o'qisin, a'uz o'qish vojib. Bismillah o'qish nima? Sunnat.